Salom azizlar. Bugungi videomizda jahondagi eng mashhur va qadimiy tog'lardan biri bo'lgan Yaponiyadagi Fuji tog'i haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Demak, biz bilan qoling. Fuji tog'i Yaponiyaning Honshu viloyatida joylashgan bo'lib, Yaponiyadagi eng baland vulqonli tog' hisoblanadi. Balandligi esa 3776,24 metrga tengdir. Aktiv holatdagi vulqonli tog' bo'lib, oxirgi marta 1707-1708 yillarda vulqon otilishi ro'y bergan. Fuji tog'i janubi-g'arbiy Tokiodan 100 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, kun ochiq bo'lganda ko'rinib turadi. Fuji tog'i Yaponiyaning 3 ta muqaddas tog'ining biridir. Qolgan ikkitasi esa Haku tog'i va Tate tog'idir. Hudud Yaponiyaning tarixiy qadamjolar ro'yxatiga kiradi. 2013-yil 22-iyunda madaniy qadamjolar sifatida UNESCO ro'yxatiga kirgan. Tog' hududining 25 ta madaniy qadamjolari UNESCO tomonidan tan olingan. Fuji tog'i yaponcha tilda yoziladigan mana bu belgi bo'lib, boylik, mo'llik va inson holati degan ma'nolarni beradi. Fuji nomining kelib chiqishi yoki bu nomdan qachon foydalanishni boshlaganligi tarixga ma'lum emas. Tog' tepasiga birinchi odamzodning ko'tarilish sanasi 663-yilda Edno Otsuno tomonidan amalga oshirilgan. Xorijlik sifatida esa birinchi bo'lib 1868-yil sentyabrda Sir Ruzerford Alcock tomonidan tog' cho'qqisi zabt etilgan. Unga esa tog' tepasiga ko'tarilish uchun esa 8 soat kerak bo'lgan, tushishda esa 3 soatda tushgan. 1869-yilda Britaniya elchisi Sir Garry Parkning xotini Fanny Park xonim ham birinchi yapon bo'lmagan ayol kishi sifatida tog'ga chiqqan. Fotoapparatchi Felix Biato ham o'sha yili tog'ni zabt etgan. Hozirgi vaqtda Fuji tog'i xalqaro turizm va alpinistlar uchun joy hisoblanadi. 20-asr boshlarida Frederick Starr ham 1913-yil, 1919-yil va 1923-yillarda tog' cho'qqisiga ko'tarilganini o'zining leksiyalarida aytib yuradi. Donishmand yaponlarning fikricha esa aqlli odam Fuji tog'iga hayoti davomida bir marta chiqishi kerak deyishadi. Lekin ahmoq odamgina 2 marta chiqadi deb fikr yuritishadi. Yaponiya geografiyasida tog' alohida o'rin tutadi. Balandligi 3776,24 metr bo'lgan bu tog' Honshu viloyatining Tinch okeani sohillari hududida joylashgan. 4 ta kichik shaharchalar bilan o'ralgan bo'lib, ular sharqda Gotemba, shimolda Fujiyoshida, janubiy g'arbda Fujinomiya va janubda Fuji shaharchalaridir. Shuningdek 5 ta ko'l bilan ham o'ralgan. Ular esa Kawaguchi, Yamanaka, Saie, Motosu va Shoji ko'llaridir. Hatto kun ochiq bo'lganda ham Tokiodan ko'rinib turadi. Shuningdek, fazoda ham uning suratlari sun'iy yo'ldosh orqali suratga olingan. Ko'rib turganingiz 2006-yil bahor faslida olingan. Bunisi esa 2003-yilda suratga olingan. Bu esa tog'ning havoda videoga olingan holati hisoblanadi. Tog'ning yuqori joyida harorat past bo'ladi. Hatto yilning bir qancha oylarida tog' qor bilan qoplangan holda turadi. Eng past harorat 1981-yilda -38 daraja va eng yuqori harorat esa 1942-yilda 17,8 daraja bo'lgan. Tog'ning eng boshlang'ich vaqti 100 ming yil avval bo'lganligi taxmin qilinadi va tog'ning hozirgi ko'rinishi esa taxminan 10 ming yil avval yuzaga kelgan. 100 ming yil avvalgi davrdan boshlab hisoblansa, vulqon otilishi sodir bo'lib turadi. Eng so'nggisi esa 1707-yil 16-dekabrda boshlanib, 1708-yil 1-yanvarda tugagan.
Tog'ga eng yaqin aeroport 2009-yilda qurilgan bo'lib, nomi Fuji tog'i Shizuoka aeroporti hisoblanadi va 80 km uzoqlikda joylashgan. 2009-yilda taxminan tog'ga 300 ming inson ko'tarilgan. Tog'ga chiqish uchun eng mashhur davr iyuldan avgustgacha bo'lgan davr hisoblanadi. Yaponlarning o'zlari esa asosan tunda ko'tarilib, quyoshning chiqishini tomosha qilishadi. Tog' Yapon millatining madaniy merosi hisoblanadi va o'zlarining she'riyatida, musiqa san'atida, teatrlar, filmlar, multfilmlar va kulolchilik va rassomchilik san'atlarida foydalanishadi. Shunday qilib, Yaponiyaning Fuji tog'i bo'yicha tayyorlagan videomiz shundan iborat edi. Sizga video yoqdi degan umiddamiz. Iltimos like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.